Bugun prezidentning Sirdaryo viloyatidagi xalq qabulxonasida navbatdagi qabul tashkil etildi. Qabulni viloyat hokimi Erkinjon Turdimov o'tkazdi. Qabul davomida fuqarolarning turli sohalarga oid murojaatlari tinglandi. Har bir masala yuzasidan mas'ullar biriktirilib, ijrosi shaxsiy nazoratga olindi. Guliston tumani Ahillik mahallasidan kelgan murojaatchi esa Mirzobod tumanida food truck tashkil etish uchun yer maydoni ajratishda amaliy yordam so'radi. Masala yuzasidan avtomobil yo'llari va soliq sohasi mas'ullariga vazifalar belgilandi. Sayxunobod tumanida yashovchi fuqaro nabirasining haydovchilik guvohnomasini olish uchun moddiy yordam masalasini bildirdi. Sardoba tumani fuqarosi davolanish va endoprotez operatsiyasi uchun moddiy yordam so'rab murojaat qildi. Murojaat yuzasidan ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlash tizimi rahbarlariga aniq vazifalar yuklatildi. Qabulda ish bilan ta'minlash, boshqaruv servis kompaniyalari faoliyatidan norozilik, kredit ajratish hamda madaniy tadbirlarni tashkil etish bilan bog'liq murojaatlar ham ko'rib chiqildi. Viloyat hokimi har bir murojaat ortida inson taqdiri turganini ta'kidlab, mas'ullarga masalalarni cho'zmasdan joyiga chiqqan holda hal etish bo'yicha topshiriq berdi.